jinnimisan? Kallangni ishlatib otib qolaman hozir mashinani. Nega aynan teletaksi degan savolga bugun birgalikda siz bilan javob topamiz. Yangiyo'l shahrida foizi kam bo'lgan yagona kompaniya, ya'ni 5%. Kompaniya tomonidan kunlik daromadingizdan tashqari qo'shimcha mablag', ya'ni brend uchun bu sizga ziyon qilmaydi. Qo'shimcha daromadni qanaqa qo'lga kiritish o'ylayapsizmi? Buni sharti oson. Biz aytgan manzilda, biz aytgan soatlarda kun davomida 8 soat liniyada onlayn turib bersangiz, shuni o'zi yetadi. Alo? Bo'ldi. Ofisga kelsangiz pulingizni berib yuboraman. Salom. Teletaksi deganda birinchi o'rinda xayolingizga haydovchilar ishonchi, mijozlarning to'g'ri tanlovi degan fikr kelishi uchun biz doim harakatlanamiz. Teletaksi bilan hammasi tez va oson.